Hammaga assalomu alaykum akalar. Bugungi videomizda qanday qilib Visa kartani onlayn olish yo'llarini ko'rib o'tamiz. Ko'p kishida muammo bo'layotgan ekan. XMga minimalniy depozit $10. Humo kartani tashlayman desa 600 ming so'mga aylanayotgan ekan. Shuning uchun Visa kartani ochishni va tradingni foydasi haqida gapirib o'taman qisqacha. Hozir bizga Visa karta ochish uchun Octomobile degan ilova kerak bo'ladi. Mana Octomobile'ga kirib oldik. Bu yerda realni mana pul tushgan, pul yechilgani mana обмен bor. $143, $143, $177, $179, 80, 80, $237, $160, $160, $320, $75, $75. Bu bitta kartani o'zidan. Bu yerda 6 ta 7 ta karta bor. Bu yerda ham xuddi shunaqa. 143, 143, 143, 24, 135, 177 realni trading orqali $1000 ziyod sof foyda qilsak bo'ladi. Mayli, agar kimgadir qiziq bo'lsa trading haqida qolgan videolarimni ko'rib chiqsalaringiz bo'ladi. Realni soqqa qilsalaringiz bo'ladi. Registratsiyaga XM dan o'tish uchun ссылка kommentariyada yoki описаниеdan topsalaringiz bo'ladi. Kimdadir kim trading bilan aniq yaxshi shug'ullanib, stabil daromadga chiqaman desa, videolarni ko'rib chiqsin, registratsiyadan o'tish uchun videoni mana любой videomga bu yerda kommentariyasida ham mana kommentariy degan joyida ham mana ссылка bor. Ссылкаdan bosib registratsiyadan o'tsangiz bo'ladi. Mana bu yerga ham ссылкасini qo'yib ketaman. Agar 1000 ta obunachiga yetsak, eng zo'r trade qilgan meni ссылкамdan o'tib 10 kishiga $500 dan tashlab beraman. Ilovani yuklab olgandan keyin verifikatsiya degan joy bor. Bu yerda verifikatsiyani o'tgandan keyin pasportingizni tashlab, bu yerda tepada mana bunaqa o'zining vkladkasi bor. Yoki еще degan joyga bosib ochsangiz bo'ladi. Bu yerga bosamiz tepada. Bu yerdagi virtualniy karta degan joy chiqadi. Virtualniy karta degan joyga bitta bosamiz. Bu yerda Visa karta kerakmi yoki Humo karta kerakmi? Shuni tanlab olamiz. Masalan, bizga Visa karta kerak. Maksimalni olamiz. 24 oy bu 2 yil degan. Kartaga nom qo'yamiz, например, VIP degan. Создать degan joyini bosamiz. Qabul qilamiz. Создать degan joyini bosamiz. Xuddi shunday qilib, masalan, Humo kartani ochsam bo'ladi. Bu yerga ham 2 yil qilamiz. Buni ham VIP qilamiz. Создать degan joyga bosamiz. Bu yerda yuklab olgandan keyin 5 daqiqa, 10 daqiqa ichida o'zi hisobga olib сразу verifikatsiyadan o'tkazib beradi. Karta moya karta degan joyga chiqadi. Masalan, mana bu yerda chiqadi. Главныйdan bunday kartalarni ko'raverasiz. Bu yerda перевод qilish uchun перевод degan joyga bosamiz. Konvertatsiya. Agar raqamini bilmoqchi bo'lsangiz, ustiga bitta bosasiz. Срок данныйsigacha, CVSigacha ko'rsatib beradi. Ikkinchi yo'li uchun bizga App Store'dan Uzun bankni yuklab olamiz. Uzun bankni yuklab olgandan keyin onlayn topshirsak bo'ladi. Именно mana Uzun karta bilan Visa karta onlayn ochsak bo'ladi. Virtualniy ham hisoblanadi. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, qolgan videolarni ko'rib chiqsin. Kimgadir ma'qul kelgan bo'lsa videomiz tez tushuntirishga harakat qildim. Like bilan podpiska bosib ketsangiz xursand bo'laman.